Bizni bugun sizlar bilan 4-chi ma'ruzamiz ekan, to'g'rimi? 4-chi ma'ruzamiz bizani dasturiy ta'minotni ishlab chiqish tamoyillari shu haqida gaplashamiz. Xo'p, o'zi dasturiy ta'minotni ishlab chiqish tamoyillari deganda, nima tushunchaga ega bo'lishimiz haqida uning ma'lumotiga ega emasmiz, to'g'rimi? Shuni ko'rib o'tamiz. Dasturiy ta'minot yaratishda bizning asosiy maqsadimiz foydalanuvchilarga qulay, sifatli va ishonchli bo'lgan uzoq muddatda ishlaydigan mahsulot ishlab chiqarish, ya'ni proyekt ishlab chiqarishdan iborat bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, bu maqsadga erishishda muhandislik tamoyillarini amal qilishimiz shart bo'ladi. Bu muhandislik tamoyillaridan bir qanchasi bor. Modullilik va qayta foydalanish, moslashuvchanlik, kengaytiruvchanlik, hozir sizlar bilan moslashuvchanlik o'zi, qayta foydalanish shu haqida kerakli bilimlarga ega bo'lib olamiz. Xo'p, bizada bu birinchi tamoyilimiz bu modullilik, ya'ni modularity deyiladi. Xo'p, bu tamoyillik nechik? Mana o'zining tarifi bor. Tizimning mustaqil bo'laklari, ya'ni отдельный. Sizlar bilan ko'p gaplashganmiz-ku, Maygo haqida ko'p gaplashganmiz, to'g'rimi? Har bir qismi uni отдельный bo'limlari, ya'ni modullara bo'linib turibdi. Misol uchun ta'lim bor, bu отдельный modul, oila va bolalar bor, bu отдельный moduldan. Ichida juda katta modullar, ko'p dona modullardan tashkil topgan juda katta proyekt hisoblanadi-da. Xo'p, endi buni afzalliklari bor modullara bo'lib ishlashni. Uni modullara bo'lmay ishlasam bo'lardi, hammasini ketma-ketlikda qo'yib, umumiy hammasini bir modulda joylashtirsam bo'lardi, lekin unda saytimiz bizani mujmal bo'lib ketardi. Tushunishimiz qiyin bo'ladi. Misol uchun knopkalarni topib bilamiz yoki bo'lmasam misol uchun yozuvlar ketma-ketlikda hammasi umumiy bir modulda tursa, birsini giramiz deb boshqasini girib ketamiz. Shundan foydalanish sal qiyinroq bo'lardi. Shuning uchun biz katta proyektlarni asosan modullarga bo'lib ishlaymiz. Afzalliklari bor, har bir modul alohida ishlab chiqilishi va test qilinishi mumkin. To'g'rimi? Misol uchun shu moliyachini aytsam ham, moliyachidan endi ko'pchiligingiz foydalanasizlar, to'g'rimi? Xo'p, bu nechik programma boshidan chiqadi? Biz faqat ish haqimizni ko'rib bilar edik. Avgustlarda chiqdi bu, to'g'rimi? Avgustda biz foydalanib boshladik bu applicationdan. Oradan bir oydinmi, 2 haftadek vaqt o'tdidan biza nomimizni ko'rib bildik, unda kasallik varaqalarimiz ham qo'shildi unga, to'g'rimi? To'g'ridan to'g'ri baza bank tarafi tartib berdi. Lekin shu kasallik varaqasini ko'rib chiqish qismini ishlash davomida, testlash davomida biza oylik ish haqini ko'rishimiz bo'yicha hech nechik muammo bo'lmadi, to'g'rimi? Har qaysi отдельный modul bo'lgani uchun bir modulni ishlab turganimizda boshqa modullarga ta'sir qilmadi. Mikrofonlaringizni ilinglar. Barına çıkıyorlar. Kera oldu raga. Bexoslikni Damlas o'zida o'zingiz ko'rsatib bo'ladi. o'zingiz bilasizmi ya? Hozir kimniki ochiq bo'lsa aytamiz. Bo'ldi, o'xshaydi. Xo'p, o'zi modullilik deganda nomni tushunishni bilib oldik, to'g'rimi? Misol uchun Maygo'dan toza har bir qismini bilsangizlar, отдельный ishlaydilar, отдельный testlaydilar. Bu navdan foydalanilgan mikroservis arxitekturasidan foydalanilgan. Shu moliyachida ham shunday. Bu nechta arxitektura bo'ladi? Bir modulini ustunda testlash yo bo'lmasam bir qandaydir bir modul ishlamay qolgan taqdirda boshqa modul ishlaydi. Misol uchun oila va bolalar ishlarni ichida navodir bir o'zgarish qo'shib turgan bo'lsalar, bizlar 412 402 qaytarib turgan bo'lsa, shu modulga kirganimizda, lekin Aryan tarafda bizlarni ta'lim, keyin ko'chmas mulk shunga o'xshagan modullar bor-ku, shu modullarimiz bevosita ishlayveradi. Umuman bizlarda bank tarafda qayta ishlanib turgan, ya'ni testlanib turibman, xato kamchiliklari bartaraf etilib turibman, shu modul bilan umuman aloqasi bo'lmaydi. Xo'p, endi
Bunun özüne afzallikleri var. Görüp çıkamız. Dastur strukturasını düşünüş ve kengaytiriş asanlaşadı. Doğru. Özü bir addelini modul bolsa, bu modulun içine fakat şu modula tegişli bolgan. Misal üçün ta'lim mi? Fakat ta'lima deyişli bolgan jarayanlar bak bu içinde. Doğru mu? Ee, Fakat şunu düşünüş asan strukturasını təlim. Hə, təbiədə təlim boyunca nərsələr olub durdu deyimiz. Keyin kengaytiriş hem asanlaşar, doğru mu? Eğer həmməs bizə cəreyanlarını bir modula koysak, onu kengaytiriş juda kıyın bolar. Ne üçün desə, şu modulun içinde oylağan, təlimən, şuna oxşagan həmmə нәрсә şu modulun içinde dursa, bize onu kengaytirecek vaxtımızda общий bizənin proyektimiz işləmin kalar. Özü bir modul, onun için həmmə nərsəni qoşub qoyubuz. İndi bize de modullara bölüp отдельный kılıp işleyenimizden işletiyordu. Fakat bir modulun üstünde kengaytirişlerini alıp baramız, bu başka modullara umuman təsir kılmaydı. Hop, indi xatoliklarni tez tapıp tuzatish imkoniyati yaratiladi. Doğru. Bir modul ishlamin turganini bilsa bo'ladi-ku, общий bir proyektimizni ta'sir qilmagan holatda shuni ichindagi xatoliklarni topamiz va uni bartaraf qilamiz. Bu umuman proyektimizni sifatine ta'sir qilmaydi. Bu yerda yana misollar berilgan, bank tizimida foydalanuvchi ro'yxatga olish moduli, to'lovlar moduli, hisobot moduli alohida tuzilgan. Bank tiziminden faydalansanızlar, şunun kodorumu addi klik paymelardan faydalansanızlar, ro'yxatda o'tasizlar, u отдельный modul, keyin to'lov qilish, u отдельный modul, keyin bu tarafta hisobot ya tranzaksiyalar tarixi bo'ladi-ku, ularning o'zi отдельный modul hisoblanadi. Xo'p, endi bizada qayta foydalanish bor. Bu reusability deyiladi. Ya'ni bir marta yaratilgan dasturiy komponentlardan boshqa loyihalarda ham foydalanish. Misol uchun biza bir proyekt ishladik. Bundan misol uchun proyektimizni 80 milliona sotdik. Lekin bizning sof foydamiz 20 million bo'ldi. To'g'rimi? Xarajatlari shunda 60 millionni tashkil etdi. Sof foyda birinchi proyektimizda 20 million bo'ldi. Lekin bu yerda hamma klasslar, hamma funksiyalar noldan boshlab yozildi-da. Xo'p, endi biza inkapsulatsiya degan narsani dasturlashda o'tgansizlar, to'g'rimi? Shu inkapsulatsiyaga asoslangan holatda yozsak kodimizni, funksiyalarimizni, klasslarimizni, bundan nechik bo'ladi? Biza u narsani keyingi proyektlardan ishlatib qo'llab bilamiz. Именно proyektni shuning joyi bo'lgan vaqtida. Bu reusability tamoyiluna asoslanadi. Bundan nechik bo'ladi? Misol uchun biza birinchi proyektni sotganimizda 20 million foyda ko'rgan bo'lsak, keyingi proyektlarda 40 million, 50 million. Nechun desa, bizada shuning klasslar bor, shuning funksiyalar bor, avvaldan yaratilib turibdi. To'g'rimi? Bunlardanki proyektda foydalanganmiz. Bu proyektning ichida foydalansak, bu umuman proyektimizga ta'sir qilmaydi, to'g'rimi? Xo'p, endi buni afzalliklari bor. Vaqt va xarajatlarni tejash, to'g'ri, vaqtimiz ham tejaladi. Nechun desa, o'sha bizada tayyor klasslar bor-ku, funksiyalar bor-ku, to'g'rimi? Xarajatlar ham tejaladi, to'g'rimi? Shu klasslarni yaratish uchun, funksiyalarni yaratish uchun biza yana qo'shimcha front-end, back-endchi dasturchilarni yollashimiz kerak edi. U nishatda bizada xarajatlarimizni kamaytirdi. O'sha bo'lgani uchun biza yollab o'tiramiz. Xo'p, endi bir xil kodni qayta yozish zaruriyati yo'qligi. To'g'ri, bir xil kodni misol uchun bir xilroq proyekt yasa, sal bir-birisidan farqi bo'lsa, ikkisi uchun отдельный kod yozib o'tirish shart emasdan ma'lum qismlari uchun. Tushundingizmi? Polni proyektni o'nda ishlatgan kodingizni polni manga ishlating deb turganim yo'q. Shu proyektdan mos tushadigan klasslari bo'ladimi, funksiyalari bo'ladimi, to'g'rimi? Faqat shu o'rindan foydalanishni nazarda tutib turibdi bu yerda. Endi bu yerda ishonchlilikni oshirish, bir necha marta sinovdan o'tgan kod ishonchliroq bo'ladi, to'g'ri-ku? Noldan yozgan kodimizga qaraganda avval yozilib 2-3 proyektlarda foydalangan kodimiz bizani hamma vaqt testdan o'tgan. Misol uchun, u proyektda yaxshi ishlab turgandan keyin o'sha kodda xato yo'q hisoblanadi-da. Bu bizani proyektimizga bo'lgan ishonchimizni oshiradi. Bu yerda misolda login tizimi yoki hisoblash funksiyalari bir nechta dasturlarda qayta ishlatiladi. Login registr bilsangizlar ham yozilish kodi bir xil, prosta CSS'lari sal o'zgaradi, to'g'rimi? Ko'rinishi.
Login registrini, lekin o'zi ishlash funksiyasi hamma narsa tizimda bir xil. Loginingizni kiritasiz, parolingizini kiritasiz, ma'lumotlar bazasidan boradidan sizni avvalgi login parolıngiz bilan solishtiradi. Agar to'g'ri bo'lsa, sizni tizimga kiritadi, xato bo'lsa tizimdan o'tib beradi, to'g'rimi? Login yoki parol xato degan yozuv chiqarib beradi sizlarda. Bu reusability tamoyilidan foydalanish hisoblanadi. Endi bizada moslashuvchanlik bor, ya'ni flexibility. Xo'p, bu nechik tamoyil? Dasturiy tizim talablar o'zgarganda osongina moslashishi kerak. Bunday vaqtda biza Agile metodologiyasidan foydalanib ishlagan holatimizda bizada ko'pincha proyektimizda o'zgarishlar bo'ladi, to'g'rimi? Talablarimiz o'zgaradi yoki bo'lmasam qandaydir bir modullar qo'shimcha talablar chiqib qoladi. Yangi talablar tug'ilishi mumkin. Bu shunday vaqtda ishlatiladigan tamoyillarimizdan biri hisoblanadi. Buni ham o'zini afzalligi bor. Bozor sharoitlari va foydalanuvchi ehtiyojlari o'zgarsa, tizimni butunlay qayta yozish shart emas, to'g'rimi? Misol uchun sizlar oila va bolalar ishlanib turibdi, to'g'rimi? Nada? Maygoda, xo'p. Bir minut. Xo'p, bizada oila va bolalar ishlanib turibdi bu modulimiz. Biza vera qo'shimcha nodir bir narsa qo'shacakmiz. Misol uchun, bilsangiz ham Maygodan bolani bog'cha yozdirganda imtiyozli qilib yozdirib bo'lmaydi, to'g'rimi? Faqatgina обычный oddiy o'chirtda yozdirib bo'ladi. Imtiyozli qilib yozdirish uchun biza yagona darchaga borib, ro'yxatda o'chirt tutib, keyin yozdirsak bo'ladi, to'g'rimi? Shuni misol uchun imtiyozli qilib yozdirishni nega qo'shyapmiz? Toza talab bu. O'sha oila va bolani bog'chaga joylashtirish mana shuning bo'limini qo'shyapmiz. Xo'p, bunday vaqtdan ishatadi. Biza bu modulni общий olib turib boshini ishlashimiz shart emasdan, faqatgina yangi bir funksiyani qo'shib qo'yaverishimiz bo'ladi. Bunday vaqtda bu bizani proyektimizni ishlashini umuman ta'sir qilmaydi, yo bo'lmasa modulimizni qayta ishlash uchun ortiqcha vaqt talab qilmaydi, faqat toza ishatadi, yangi funksiya qo'shiladi bo'lg'ani. Endi konfiguratsiya fayllari yoki sozlamalar orqali tezda moslashtirish mumkin. To'g'ri, bizada konfiguratsiya fayllaridan ko'p foydalanamiz. Sizlar kod yozganlaringizda bu narsalarni tushunib ketasizlar. Sozlamalar orqali tezda moslashtirish mumkin, to'g'ri. Xo'p, endi misol uchun tilni tanlash imkoniyati bo'lgan mobil ilovalar, to'g'rimi? Misol uchun biza faqat o'zbek tilida yozdik, lekin unga rus tili va angliskini qo'shacakmiz proyektimizga, to'g'rimi? Tilni tanlang deb qo'yadi-ku yuqorisida. Kamida 3 xil til bo'lishi kerak hozirgi proyektlarda, talab shunday bo'ladi. Xo'p, bunda biza misol uchun biza saytga kirganimizda ingliz tilida bo'lganda, biz unga talab qo'yamiz, to'g'rimi? Yo'q, bu ham o'zbek ham rus tilini ham qo'yishni tushundasa, O'zbekistonda yashaydigan ko'pchilik odam ishlatadi. O'zi asosiy tili o'zbek tili. Lekin migrantlar ham bor bizada, to'g'rimi? Shularda osonlik tug'dirsin, bizani proyektimizdan foydalanishini deb rus tilini qo'shsalar, bunday vaqtlarda bu moslashuvchanlik tamoyilini asoslangan holatda bo'ladi. Bizani proyektimizni boshdan noldan ishlab chiqishimiz emas, prosta til degan funksiyani qo'shib turib, to'g'rimi? Uning ichine 2-3 xil tilni qo'shib qo'ysak bo'ldi. Bu bizning proyektimizda umuman qiyinchilik tug'dirmaydi. Xo'p, endi bizada kengaytiruvchanlik, ya'ni scalability. Xo'p, bundan tarifi bo'lsa, foydalanuvchilar soni yoki ma'lumotlar hajmi ortsa ham tizim samarali ishlashi. Bilsangizlar, o'tgan yil nechik bo'ldi? Mashina o'chirtini yozish juda qiyin bo'ldi, to'g'rimi? Bunday vaqtda nishatda Now degan proyekt u application ham bordi, keyin web ilovasi ham bordi, savdo sanoat uzmi, xullas shunday narsa edi. Shu saytga kirganda nishatda OneID orqali ro'yxatda o'tishimiz kerak edi. Undan keyingina biza OneID bilan ro'yxatda o'tgandan keyin mashina zakazat mashina o'chirta yozibdilar edik, to'g'rimi? Ko'pchiligingiz bilasizlar bu narsani. O'tgan yil global muammolardan birisi bo'ldi shu. Shu vaqtda biza login registr qilajak vaqtimizda OneID necha kun qotib qoldi, yodlaringіздami? Hammangiz bilasizlar bu narsani. Damlar qatışlar, mən də oldu özüm
Bo'lgan 2 gün açıp qo'ydilarmi? Şunun vaqti qaranglar, foydalanuvchilarning soni ortib ketdi. Bizning proyektimiz qatishni boshladi, to'g'rimi? Evet. Bu ishga tamoyillar moslab mana aytsak bo'ladi. Foydalanuvchilar soni yoki ma'lumotlar hajmi ortsa ham tizim samarali ishlashi kerak bo'ladi. Bu proyektlarga qo'yilgan asosiy talablar. Bunday vaqtda bizning proyektimiz yaxshi ishlab chiqilmagan deb hisoblanadi. Bunamizning afzalliklari bor. Tizimni kichik hajmdan katta hajmga osongina o'tkazish mumkin. Xo'p, foydalanuvchilar soni ko'payganda xizmat sifati buzilmaydi. Qachong'ina ishi kengaytiruvchanlik tamoyilidan proyektda foydalanilgan bo'lsa. Turlari bor. Buni vertikal kengaytirish va gorizontal kengaytirish bor. Vertikal kengaytirish bu qo'shimcha server ya bo'lmasam resurslarni kuchaytirish, misol uchun protsessorini ya bo'lmasam uni xotirasini qo'shish, to'g'rimi? Bu vertikal kengaytirish ham misol bo'ladi. Endi bizda gorizontal kengaytirish bor. Bu nechik yangi serverlarni qo'shib, ularni tarmoq orqali bir-birisi bilan ulash, to'g'rimi? Shuning vaqtdagina bizning proyektimiz umuman qatmasdan necha foydalanuvchi foydalangan taqdirda bizani ma'lumotlarimizni to'g'ri qaytarib beradi. Copy beda misol bayna Facebook yoki YouTube kabi katta tizimlar minglab foydalanuvchilarni bir vaqtda qo'llab-quvvatlaydi, to'g'rimi? Bularda umuman qatishlar bo'lmaydi. Nachun desa bu ishi vertikal kengaytirish va gorizontal kengaytirishdan foydalanib qo'ydi. Ham bu kengaytiruvchanlik tamoyilimizga asoslangan holatda qurilgan bu proyektlar. Xo'p. Endi bizada soddalik va tushunarlik, ya'ni simplicity, buni o'zining ta'rifi bor. BAM tamoyili hisoblanadi. Kod va tizim arxitekturasi imkon qadar sodda va tushunarli bo'lishi kerak. Murakkab kodlardan foydalanmasligimiz kerak. Arxitekturani, uning qiyin arxitektura tanlamang. Osongina arxitekturadan foydalangan tarzda proyektimizni ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Bunun o'zining afzalliklari bor. Dastur tez tushuniladi va qo'llab-quvvatlanadi. Ya'ni bilsangizlar bir proyektlarga girsangizlar kirishni topmaysizlar yo bo'lmasam ichine logi registrativ kirgandan keyin o'zlaringizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni topmay o'tirasizlar. Uning proyektlar juda ko'pdan. Shuning vaqti u proyektlar standartlarga javob bermaydi. O'zi standartlarda iloji boricha foydalanishi juda qulay bo'lishi kerak. Hamma narsani ish proyektga girgan vaqtida bu narsa bu yerda ekan, bu narsa bu yerda ekan degan tushuncha sirazi paydo bo'lishi kerakdan foydalanuvchida. Bu yerda endi keraksiz murakkabliklardan xoli bo'ladi, xatoliklar soni kamayadi. Qachonki biz shu simplicity tamoyilimizdan foydalangan holatda. Buni prinsipi bor, o'zi KISS degan prinsip bor. Keep it simple, stupid. Ya'ni nima degani bu? Osonlashtir, qiyinlikdan qoch deganida. Endi bu yerda stupid periodi boshqacharoq, lekin bu yerda uning emas, osonlashtir, qiyinlikdan qoch degan ma'noda bo'ldi. Endi bu yerda misol bayna murakkab algoritm o'rnini oddiy va samarali yechimni tanlashimiz kerak bo'ladi. Nima kerak? To'g'rimi? Murakkablashtirib osongina narsani, hamma narsani osonlashtirsak, bizning proyektimiz ham osongina, tushunarligina bo'ladi. Xo'p, endi biza tamoyillarni o'tib bo'ldik, to'g'rimi? Bizada necha tamoyil bor ekan shunda? Simplicity bor, scalability bor, flexibility, reusability va modulolog bor. Necha bo'ldi? 5 bo'ldi, to'g'rimi? Biza shu 5 dona tamoyilga asoslangan holatda proyektimizni ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Endi bizada loyihani rejalashtirish vositalari bor. Bular ular dasturiy ta'minot loyihasini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun vaqt, resurs va vazifalarni to'g'ri rejalashtirish juda muhim hisoblanadi. Buning uchun turli vositalar qo'llaniladi. Ulardan eng mashhurlari Gantt va PERT texnikasi, Gantt diagrammasi PERT texnikasi hisoblanadi. Bu bizning proyektimizni vaqtini to'g'ri taqsimlab beradi bizga. Xo'p, endi ko'ramiz. Bu yerda Gantt diagrammasi haqida tushunchalar berib o'tilgan. Gantt diagrammasi bu loyihadagi barcha vazifalarni vaqt o'qi bo'yicha chiziqlar, ya'ni barlar orqali tasvirlash vositasi hisoblanadi. Bu yerda Gantt diagrammasidan misol berilgan. Xo'p, buni afzalliklari bor. Vazifalarning boshlanishi va tugash muddatini aniq ko'rsatadi. O'zaro bog'liq vazifalarni kuzatish qulay bo'ladi, ya'ni loyihaning umumiy ko'rinishini boshqaruvi
aniq qilib belgilangan bo'ladi. Bu yerda endi misol bor. Talablarni tahlil qilish 2 hafta, dizaynni 3 hafta, kod yozish 6 hafta va shunga o'xshashdan. Endi buni ko'ramiz. O'zi Gantt diagrammasi bu yerda yana berilgan. Birinchi ustunimizda bizada navı tasklarni neyimlari bor. Ya'ni bizani bajaradigan proyektdagi modullar deb aytsak ham bo'ladi. Xo'p, proyektimizni bajarish uchun qilinadigan vazifalar berilgan bu yerda. Xo'p, endi mana ko'ramiz. Bu yerda Q1, Q2, Q3 jadvallarga bo'lib qo'ydi asosiy. Xo'p, bu yerda qaranglar, bir oylik ketib turibdi. Sizlar buni xohlasangizlar kunlik, xohlasangizlar haftalik qilib bo'lsangizlar bo'ladi. Bu endi juda katta proyekt bo'lgan. Bu yerda ishlangan proyekt, shuning uchun shunday deb bo'lingan. Xo'p, bizda bu yerda tasklarni neymi bor? Ya'ni planningini bu yerda. Xo'p, planning bir rejalashtirish bo'ladi, to'g'rimi? Rejalashtirishda biz chatamiz. Talablarni shakllantiramiz, to'g'rimi? Proyektimizni общий planini tuzib olishimiz kerak bo'ladi. Proyektni общий planini tuzish uchun qaranglar, bizda bu juda katta proyekt bo'lgani uchun yanvarni 19'undan martni 19'una uni plani tuzilgan. Tushundingizmi? Katta proyektlarda shuning bo'ladi. 2 oylab, 3 oylab yo endi 2 oydan oshirmaslik kerakdan, o'zi umumiy proyektni ishlash uchun 6 oy ketsa, uni 2 oyini planlashtirishga qo'yganimiz bu juda nima desam, proyektni yaxshi boshqarish hisoblanadi. Nechun deganda, bizning planimiz zo'r bo'lsa, bizning proyektimiz ham zo'r bo'ladi. Bundagi planningdan keyingi bosqichlar ham ishni unumdorligi oshadi. Keyin bizda research bor. Xo'p, bu nechik o'rganiladi, to'g'rimi? Avval shunday proyektlar bo'lganmi, uning proyektlardan afzalligi nimada? Shu narsalar o'rganiladi. Qaranglar, research uchun 1 oy qo'yganlar. Endi bu yerda e'tibor berishlaringiz kerak bo'lgan narsa, asosiy Gantt diagrammasi qaysi ishdan keyin boshlanadi, qaysi ishlar parallel ravishda bo'lib turibdi. Bu yerda ko'ringlar. Planningimiz o'zi yanvar 19'dan mart 19'gacha bo'ldi, to'g'rimi? Lekin shuni oralig'ida nima jarayon bo'lgan? Bizda research ham bo'lgan. Bu research fevralning 19'dan mart 19'gacha bo'lgan. Ko'rdingizmi? Bu yerda 1 oy 2 ish parallel ravishda ketgan. Xo'p, endi biz dizayn o'tamiz. Dizayn qachon boshlangan? Martda boshlangan, bosh raqamda aprelning 19'gacha bo'lgan. Xo'p, bu yerda ham qaranglar, research bilan dizayn ikkisi parallel ravishda bo'lgan. Shunda nechadir kun, 20 kunmi, 15 kunmi, ikkisi parallel ravishda ham research qilingan, ham uni dizayn ishlab chiqilgan. Ko'rdingizmi? Keyin bizda dizayn qismimiz bu yerda bo'lib turibdi. Pastda implementation bu qismida backend, frontend kodlari yaratiladi. Xo'p, shu implementation bilan birga dizayn ikkisi ham o'zaro parallel. Bu yerda ham shu 10 kunmi, 15 kunmi ikkisi parallel ravishda olib borilgan. Keyin bu follow up, testlash, keyin nega serverga yuklash shu qismlari. Bu yerda qaranglar, implementation bilan testlash ham bir xil vaqtda ketgan. Iyun 19'dan julayning 19'gacha bo'lgan. Bu julayni, ya'ni iyulni boshlanacha bo'lganda. Ko'rdingizmi, Gantt diagrammasi o'zining nechik bo'lishini? Buni amaliyotda ham yaxshilab tushuntirib beraman. Xo'p, bizda endi PR texnikasi bor. Bu texnika nechik texnika? Program Evaluation and Review Technique deyiladi. Buning inglizchasi. Buni o'zini ta'rifi bor, ya'ni loyihadagi vazifalar davomiyligini baholash va ularni ehtimoliy kechikishini hisoblash usuli hisoblanadi bu. Xo'p, buni afzalligi risklarni baholash imkonini beradi, vazifalar muddatini yanada aniqroq rejalashtirishimiz mumkin bo'ladi. Buni o'zini formulasi bor. T'dan, ya'ni bu yerda T time bo'ladi. O plus 4m plus P taqsim 6 bo'ladi. Xo'p, bu yerda T time, O optimistik vaqt, M eng ehtimolli vaqt, P pessimistik vaqt. Ya'ni bu optimistik vaqt optimal o'ylaganlari, misol uchun proyekt bir haftada bitadi, to'g'rimi? Eng ehtimolli vaqt, misol uchun 6 kun bo'lishi mumkin, 5 kun bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Keyin bizda pessimistik vaqt bor. Taxmin qilamiz-ku, shu orasida bir ishim chiqib qolsa, shu bir haftadan o'tar, 10 kun bo'lib borar deymiz-ku. Bu ishi pessimistik vaqt hisoblanadi.
Bedeyine en kısa müddet, en uzun müddet dep yazıp koydu. Bize de iş per texnikamızın formulası iş hesaplanadı. Optimistik vaktimize ehtimallı vaktimizni 4'e köpeytirip koşamız. Buna pessimistik vaktimizni koşup umumi 6'ga bölsek bize de nav gelip çıkadı. Vazifani kütülayotgan davomiylikka kelib chiqadi. Bedayna misol bor. Optimistik vaqtimiz 3 kun, pessimist ehtimolli vaqtimiz 5 kun, pessimistik vaqtimiz beda xato aytib beribman men. Optimistik vaqtimiz eng qisqa muddat bo'ladi. Bu misol uchun boshqa hech narsaga qaramay shu ishni aytsam 3 kunda bo'laman deymiz. Eng ehtimolli vaqt shu dumunlatib ishlab bilinman desak u 5 kun. Eng uzoqi bilan aytadiganlarimiz bu pessimistik vaqt bo'ladi. Bedayni aytib qo'ydi. Optimistik vaqtimiz 3 kun, ehtimolli vaqtimiz 5 kun, pessimistik vaqtimiz 9 kun, to'g'rimi? T'dan 3 plus 4 köpaygan 5 plus 9 taqsim 6, ya'ni 32 ni 6 ga bo'lamiz. Bu 5 u 3 kun. Demek bizning vazifamizni kutilayotgan vaqti 5 u 3 kun hisoblanadi, to'g'rimi? Bedayna per texnikasini bo'yicha chizmasi shunday per texnikasini. Bu eng optimal vaqtni topish bo'ladi. Bedayna eng optimal vaqtimiz 1, 2, 6, 7, 8. 1dan 2'ye, 2'den 6'ga, 6'dan 7'ye, 7'den 8'e o'tsak bu proyektimizni eng qisqa muddatda bo'lishi hisoblanadi. Bedayinda qaranglar, nereden ketishlaringiz o'zlaringizga bog'liq. Lekin hamma jarayonlarni to'liq ishlab bilishlaringiz shart bo'ladi. Endi bizada roadmap bor, ya'ni yo'l xaritasi, to'g'rimi? Bu yo'l xaritasida nechik jarayonlar bo'ladi. Bu asosiy bizani loyihamizni iban tarafda namiz bordi-ku bizani. Task name'larimiz planning, research, design, implementation bor-ku. Shular ko'rsatilgan bo'ladi. Bu yerda umuman sana berilmaydi. Prosta qaysi jarayondan keyin qaysi jarayon boshlanishi ko'rsatilgan bo'ladi. Misol uchun bu yerda planning, research, design, implementation, keyin navbatda testingdan keyin deployment, to'g'rimi? Shu jarayonlar faqat ketma-ketligini ko'rib bilasizlar. Bu yerda yana ham Gantt diagrammasidan misol bor. Taskga berilgan proyektimizda bajarilishi kerak bo'lgan jarayonlar. Bu tarafda yana weekly bo'lib turibdi, ko'rdingizlarmi? Ya'ni hafta bo'yicha qachon qaysi jarayonni bajarishimiz shu narsalar aytilgan. Misol uchun bu yerda task 1ni haftaning 1-2 kuni bajargan. Task 2 esa 2-3 kundan 6 kungacha bajargan. Xo'p, task 3ni ne? Task 3ni ham 2 kundan 4 kungacha bajargan. Bu yerda task 1da, task 2da, task 3da umumiy parallel ravishda ketib turgan jarayonlar bor. Ko'rdingizlar?